Har kim sevgilisi bo'lishga haqli, ammo oshnam ikkovimiz qo'shimcha ikkita yaxta, ikkita Ferrari, ikkita villa, xullas millioner bo'lishga ham haqli ekanmiz. Bunday o'tirib ikkovimiz hisob-kitob qilishga to'g'ri kelyapti. Chunki biz o'chirib kelibdi-da, o'sha ajdodlarimizda ham Ferrarisi bor yo'q ekan, bir millioneri yo'q ekan. Shungaligi millioner bo'lmaslik, gendan emasligini isbotlashimiz kerak-da. Uje srazi millioner bo'lib ketmasak, uje ma ugri ham o'sal topyapti, ko'rib, 1 so'm arenda to'lamayapti, soliq to'lamayapti bu yerda turganiga. Xullas, ashunga o'zingizlar ham vijdonan aytinglar, shu hayotga kelib achinmaysizlarmi, yashagan umringlarga oshnam ikkovimiz millioner holatda ko'rmasin. Sizlar da o'ylayapsiz, o'lib ketgandan keyin shu ikkita bolani millioner holatda ko'rish nasib qilmadi deyishmasin deb. Shunga endi bir yordam ko'rasizlar, to'g'ri motivatsiya kerak emas. 16 xil tilda motivatsiya eshitdik, bizga motivatsiya aytgan odamlar ham bankrot ham bo'lib ketdi. Bir pul to'plab, bir surpriz qilsanglar ham rosa maqsadga muvofiq bo'lardi, bo'lmasa to'g'ri rosa qiylanib ketdik. Сразу